Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi matnni o'zbek tiliga tarjima qilishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosishni unutmang. Qani bo'lmasam boshladik. Hop, mavzuyimiz gardening, ya'ni bog'bonchilik haqida. Gardening is a hobby that many people enjoy. Ya'ni bog'bonlik ko'plab odamlar zavqlanadigan hobby. Ya'ni bu yerda that degan ma'nosida kelyapti-da. Ya ya'ni ko'plab odamlar zavqlanadigan. It involves growing plants, flowers, fruits or vegetables in a garden. Ya'ni u bog'da sabzavotlar, mevalar, gullar yoki o'simliklar o'stirishni o'z ichiga oladi. Bu yerda involves bizda o'z ichiga olmoq degani. Keyingisi. Many people like gardening because it helps them relax and spend time in nature. Ya'ni ko'plab odamlar bog'bonchilik qilishni yaxshi ko'radi. Sababi bu ularga tabiatda vaqt o'tkazish va dam olishga yordam beradi. Spend time in nature degani bizda tabiatda vaqt o'tkazish. Relax bo'lsa bizda dam olmoq degani. Relax. Gardening can also reduce stress and improve mood. Ya'ni bog'bonchilik bundan tashqari stressni kamaytirishi va kayfiyatni ko'tarishi mumkin. Bu yerda improve mood degani kayfiyatni ko'tarmoq. Reduce stress degani stressni kamaytirmoq. When people spend time outside and take care of plants, ya'ni qachonki odamlar tashqarida vaqt o'tkazganda va o'simliklarni parvarish qilganda, they often feel calmer and happier. Ular ko'pincha o'zlarini xursandroq va xotirjamroq his qiladi. Ya'ni bu yerda calmer degani xotirjamroq. Feel calmer bo'lsa xotirjamroq his qilmoq. Happier bo'lsa xursandroq. Take care of plants degani o'simliklarni parvarish qilmoq. It's a good way to take a break from phones and computers. Ya'ni bu kompyuterlar va telefonlardan tanaffus qilishni ajoyib yo'li. Endi bu yerda take a break degani tanaffus olmoq degani. Good way degani ajoyib yo'l. Gardening also has health benefit. Ya'ni bog'bonchilikni sog'liq uchun foydali tomonlari bor. Ya'ni health benefit, sog'liq foydalari. People move their bodies while planting, watering and removing weeds. Ya'ni odamlar o'sha o'simlik ekayotganda, sug'orayotganda va begona o'tlarni olib tashlayotganda tanasini harakatlantiradi. Ya'ni bu yerda move their bodies, ya'ni tanasini harakatlantiradi. Keyingisi planting bizda ya'ni ekmoq degani. Watering bo'lsa sug'orish. Removing weeds, ya'ni begona o'tlarni olib tashlash. In addition, growing vegetables at home allows people to eat fresh and healthy food.
Hop. In addition, growing vegetables at home allows people to eat fresh and healthy food. Ya'ni bundan tashqari uyda sabzavotlarni yetishtirish odamlar uchun sog'lom va tabiiy ovqatlarni yeyish imkonini beradi. Allows bitta imkoniyat bermoq deb tarjima qilinadi. Fresh bo'lsa bizda svejiy yoki tabiiy degani. Healthy degani sog'lom degani. Healthy food sog'lom ovqat. However, gardening requires patience and care. Ammo bog'bonchilik e'tibor va sabr talab qiladi. Ya'ni bitta requires degani require o'zi talab qilmoq degani. Patience bu yerda sabr degani. Care bo'lsa e'tibor degani. Plants need regular watering, enough sunlight and protection from pests. Ya'ni o'simliklarga muntazam sug'orish, yetarlicha quyosh nuri va zararkunandalardan himoya kerak. Though it takes time, many people find gardening rewarding and enjoyable. Ya'ni bu ko'p vaqt olishiga qaramay, odamlar bog'bonchilikni qiziqarli va zavqli deb bilishadi. Ya'ni bu yerda although shunga qaramay deb tarjima qilinadi. Xo'p do'stlar, biza mavzuyimizni lug'atlarni alohida ajratib olganmiz. Agar sizga kerak bo'lsa, buni daftaringizga yozib olishingiz mumkin.